بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Agar birodar Alloh sen bilan birga bo'lsa, shubha qilma, sen eng kuchli odamsan. Katta bir qudratli boy mamlakatni podshohini tasavvur qiling. O'g'li bor. O'zini yurtida qanday yuradi boyga shahzoda? Zavodga boradi, fabrikaga boradi, bozorga boradi, tashkilotga boradi, o'zini azizligini his qiladi. Uni azizligi nimadan quvvat olyapti? Otasidan, podshohdan. O'zini quvvatini, azizligini podshohning azizligi bilan bog'liq ekanligini biladi, shuni his qiladi. Shuning uchun sizni azizligingiz, birodar, Alloh bilan birga bo'lganingizda. Siz o'zingizni aziz deb biling, chunki siz aziz bo'lgan, al-Qahhor bo'lgan Allohning bandasisiz. Shuning uchun bizning azizligimiz millatimizni qanaqaligi, qaysi yurtda yashaganligimiz, pulimizni qanchaligi, mingan mashinamiz, ushlagan telefonimiz bilan emas. Bizning azizligimiz Allohning bandasi ekanligimiz bilan. Biz Allohning qulimiz, shu bilan o'zimizni aziz deb bilamiz. Bizning Robbimiz aziz, g'olib bo'lgan, al-Qohir bo'lgan zot. Bizning azizligimiz Robbimiz bilan bo'ladi. Agar Robbimizdan uzoq bo'lsak, xor bo'lishimizda shubha yo'q, birodar. Odam bolasi borki, kimnidir yaxshi ko'radi, kimnidir yomon ko'radi. Nimanidir yaxshi ko'radi, nimanidir yomon ko'radi. Bu insonning tabiatidagi bor narsa. Endi ulug'lik nimada? Oqillik nimada? Ulug'lik kimni yaxshi ko'rishingizda, nimani yaxshi ko'rishingizda. O'lchov tushunchada. Biz Allohni yaxshi ko'ramiz. Biz Allohga intilamiz. Alloh bilan birga bo'lishga harakat qilamiz va mana shu Alloh bilan birga ekanligimizdan o'zimizni aziz deb bilamiz. Pulimizni qanchaligi muhim emas. Payg'ambarimiz aytganlar, mo'min odam o'zini xor qilib qo'ymasligi kerak. Sizni pulingiz yo'qligi uchun puldorlar masxara qilsa indamay turibsizmi? Siz noto'g'ri ish qilyapsiz. Siz piyoda kelsangiz, boshqalar mashinada kelib sizni masxara qilib xor qilyaptimi? Bunga yo'l qo'ymasligingiz kerak. Ya'ni uni qo'lida dunyosi bor, uni qo'lida mansabi bor, u xor qilishga haqqi bor deb o'ylayotgan bo'lsangiz, siz o'zingizni ham tanimamsiz, Robbingizni ham tanimamsiz. Bizning azizligimiz nima bilan ekan? Mo'min kishi avvalambor Allohni yaxshi ko'radi. Hamma bilan muomala qiladi, lekin qalbi kim bilan bo'ladi mo'minni? Alloh bilan bo'ladi. Qahr sifati Alloh taoloning mutlaq komillik sifatidir. Qahr degani, birodarlar, biz o'zbek tilida qahr qilsa nima deymiz? Zulm qildi. Yo'q. Qahr degani, birodarlar, bu g'oliblik degani. Alloh taolo bir qavmning ustida qahr qildi degani, Alloh taolo bir qavmning ustida g'olib bo'ldi degani. Al-Qohir bo'lgan Alloh azza va jalla bu g'olib bo'luvchi bo'lgan zot. Hukmini o'tkazuvchi, bo'yin sundiruvchi, xor qiluvchi, yenguvchi komil zot. Al-Qohir degani shu. G'olib, hukmini o'tkazuvchi, bo'yin sundiruvchi, xor qiluvchi, yengiluvchi bo'lgan zot. Al-Qohir. Alloh taolo qahr qiladi. Zolimlarga, haddidan oshganlarga, tog'iylarga. Masalan, bir insonda kuch-quvvat bo'ladigan bo'lsa, u yaxshi odamga ham, yomon odamga ham qahr qilishi mumkin. O'ziga yaxshi odamni ham, yomon odamni ham bo'yin sundirishi mumkin. Yaxshi odamda ham, yomon odamda ham xor qilishi mumkin. Ammo Alloh azza va jallaning al-Qohir sifati, qahr qilish sifati faqat tog'iylarga, haddidan oshganlarga bo'ladi. La ilaha illa antal qaviyul vahid. Sendan o'zga iloh yo'q, sen quvvat egasi, yagonasan, sendan o'zga haq ma'bud yo'q. Bizning iymonimiz komil, birodarlar. Beradigan ham, oladigan ham Alloh. Aziz qiladigan ham, xor qiladigan ham Alloh. Yana shu bilan birga Alloh taolo odil zot, rahimli zot, biluvchi zot, komil zot. Mana hozirgi zamonda siz bilan bizning davrimizda ummat islomiyani holiga nazar soladigan bo'lsak, nimani ko'ramiz? Ummat aziz emasligini ko'ramiz boshqa ummatlarning oldida. Vaholanki bu ummatning qo'lida vahiy turibdi, Qur'on turibdi,
Rasulullohning ta'limoti turibdi. Shunday bo'lsa ham zaif. Ana shu zaifligi uchun boshqa millatlar, boshqa xalqlar musulmonlardan yuz o'girishadi. Musulmon odam quvvatli bo'lishi kerak. Allohning mana shu ismidan bizda qanday bir ulush nasibi bor. Alloh taolo aytadi. Astagfirullah. Vallazina idza asabahumul baghyu hum yantasirun va jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman afa va aslaha fa ajruhu ala Alloh. Ayrim dinlar bor, shariatlar bor. O'ng betingga ursa, chop betingni tutib ber deydi. Yo'q, bu haq emas bu. Alloh taolo nima deydi mu'minlar haqida? Ular o'zlariga zulm yetganda unga qarshi kurashib g'olib bo'ladigan zotlardir. Har qanday yomonlikning jazosi xuddi o'ziga o'xshagan yomonlikdir. Ya'ni har bir yomonlikning o'ziga yarasha jazosi bor degani. Endi kim intiqom olishga qodir bo'lgan holda avf qilib o'rtani tuzatsa, bas uning ajri Allohning zimmasidadir. Albatta u zulm qiluvchilarni sevmas. Qarang. O'ng betingga ursa, chop betingni tutib ber deydi. Voy. Uraveradi unda. Chop betingga urganiga o'ng betingni tutib berasan, uraveradi u. Islom birodarlar bu narsani qoralaydi. Chunki musulmon odam zulm bo'lsa, shu narsani kurashib to'xtatib qo'yadi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytganlar u: "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi." Kimlar oranglarda bir munkarni ko'rsa, ya'ni zulmni ko'rsa, qo'lidan kelsa, qo'li bilan to'xtatsin borib. Ya'ni imkoniyati bo'ladigan bo'lsa, quvvati kuchi yetsa borib qo'li bilan to'xtatsin zulm qilayotgan odamni. U o'ng betiga ursa, nariga zulm kelayotgan chop betini tutib berish kerak emas. Musulmon odam quvvat yetadimi, kuchi yetadimi, qo'lidan keladimi, shu zulmni tiyishlikka harakat qilish kerak. Salohiddin Ayyubiyni eslab hammamiz faxrlanamiz birodarlar. Salbchilarning 27 ta qo'shini mag'lub qilgan. Quddus sharifni fath qilib kirgan. Xutba o'qib, xutba qilib, Qur'on oyatlarini tilovat qilib, zolimlarning davri tugaganligini e'lon qildi. Zolimlarning davri tugaganligini e'lon qildi. Birodarlar, qahr zolimlarga bo'ladi. Yaxshi odamlarga qahr bo'lmaydi. Alloh taolo komil zot, Alloh taolo quvvatli, odil zot. Alloh taoloning komilligi yaxshi odamlarga qahr qilishdan man qiladi. Qahr faqatgina haddan oshganlarga bo'ladi. Endi musulmonlarga ham Allohning qahri keldi deymiz. Yer qimilladi, balo bo'ldi, yomg'ir yog'di, qor yog'di, issiq bo'lib ketdi. Akalar, bu qahr emas, bu tarbiya bu. Qahr haddan oshgan zolimlarga bo'ladi. Endi mu'minlarga nimaga keldi bu? Qahr deyilmaydi bu. Bu shifo deyiladi. Tavba qilishmay qo'ydi, Alloh taolo o'zini eslatdi. Banda gunohi ko'payib ketib, Allohga qaytib istig'for etmay qo'ydi, Alloh taolo bir dard berdi. Boyligini olib qo'ydi, sog'ligini olib qo'ydi. Qo'yingki, unga yoqmaydigan ishni berdi. Bu uchun shifo edi. Ey bandalarim, deydi Alloh taolo. Berganim mukofot, man qilganim jazo emas. Berganim sinov, man qilganim shifo. Shifo, gunoh degan kasaldan shifo. Alloh lafzi bilan ala so'zi birga kelishi ilzomi zotini bildiradi. Astagfirullah. Va ma min dabbatin fil ardi illa ala Allohi rizquha. Ala Allohi. Ya'ni ala kalimasi Alloh kalimasi bilan birga keldi. O'rmalagan narsa borki, barchasining rizqi Allohning zimmasidadir. Allohning zimmasiga. O'rmalaganki narsaning rizqi. Lafzi jaloli bo'lgan Alloh so'zi. Agar ala lafzi bilan kelsa, mana shu komillikni Alloh taolo o'ziga lozim qilganini dalolat qiladi. Ya'ni to'g'ri yo'lda bo'lish Allohning zimmasida, rizqlarni yetkazib berishlik ham Alloh taoloning zimmasida. Mana shu oyat bilan siz bilan bizni qalbimizga Alloh taolo taskinni, xotirjamlikni joylab qo'ydi. O'rmalagan narsaki bor, rizqi meni zimmamda deyapti. Har safar aytsam kulasizlar. Benzin 2 so'm tushdi. 2 so'm tushdi. Nima aytmayapsizlar? 100 so'm bo'ladimi benzin? 200 so'm bo'ladimi benzin? Seni rizqing Allohning zimmasida. O'sha 500 so'mchi beradi o'sha benzinga yarasha pul. Ishonaver birodar. Agar shu oyatni sen his qilsang, tushunsang va qabul qilsang, tirishchilik masalasini sen g'am qilmaysan. Muhimi sen mehnatni qilyapsan.
Alloh aytgan sababni qilyapsan, undan keyin nima bo'lar ekan deb g'am qilma. Sen haligi formuladagi plus minuslar to'g'ri qil, tengni Alloh chiqarib beradi. Sen bu yerda adashmasang bo'ldi. O'zi bu yerda kasha qilib qo'ygansan. Endi tengni bossang chatoq chiqsa, ana ko'rdingmi? Ha, bu yerda chatoq qiluvding-da. Qana bo'lar ekan? Nima bo'lar ekan? Yana 1 yil krizis bo'lar ekan. Ya, Xudoning aytgani bo'ladi. Chunki Alloh o'zini zimmasiga olganligini aytayapti. Allohning zimmasiga, alalloh. Nima Allohning zimmasiga? O'rmalaganki narsaning rizqi. O'rmalagan aqli yo'q jonivorning rizqini bergan Alloh. Aql hushi joyida Alloh deyotgan solih bir mo'min bandasini rizqsiz qo'yib qo'yadimi? Shuning uchun bitta qoida, yigitlar. Siz bola chaqangizni rizqini qilib bera olmaysiz. Siz bola chaqangizni odobini, axloqini, iymonini, tarbiyasini qilib bera olasiz. Rizq kimning zimmasida ekan? Qaranglarda, o'g'il bolalar, erkaklar, bizni ko'chada yurib pul topishimizdan bitta maqsadimiz bola chaqamni mendan keyin nima bo'lib qolmasin? Qiylanib qolmasin. O'g'illariga chek olib qo'yadi, uy solib qo'yadi, nevaralarga ham chek olib qo'yadi. Lekin tarbiyasi bilan ishi yo'q bolalarini. Shundaylarmi qoidani? Sizlar bola chaqanglarni rizqi ro'zini qilib bera olmaysizlar. Sizlar ta'lim tarbiyasi, iymon e'tiqodi, ilm ma'rifatini qilib bera olasizlar. Shuni qilinglar, u yo'q Allohning qo'lida. Al-Qohir so'zining ma'nosi. Al-Qohir so'zi qahara, yaqharu, qahron ismi foili. Va qahartu shay'a. Bir narsaga qahr qildim, ya'ni bir narsaning ustidan g'olib bo'ldim. Uni majbur qildim, undan baland keldim, yengdim, mag'lub qildim. Ya'ni qahr bilan oldim. Ular rozi bo'lmasa ham shu hukmimni o'tkazdim. Mana shu qahr so'zining ma'nosi. Imom Termiziyda kelgan Abu Hurayra roziyallohu anhu hadisida Ya'juj Ma'juj haqida aytib payg'ambarimiz aytadilar. Ular aytishadi: Ya'juj Ma'juj qaharna man fil ard va alawna man fis sama qaswatan va uluwa. Ya'juj Ma'juj yer yuzini tamomiy egallab bo'lganidan keyin yerdagilarga qahr qildik. Ya'ni ularni xor qildik, majbur qildik, bo'yin sundirdik. Osmondagilardan oliy bo'ldik. Ya'ni qattiqlik va oliylik jihatidan ishadi. Demak, birodarlar, qahr degani bo'yin sundirish degan ekan. Alloh taolo qahr qilar ekan kimga? Zolimlarga, tog'iylarga. Mana shu ismdagi bir muhim nuqtani aytib o'tamiz. Alloh azza va jalla faqatgina haddan oshganlarga qahr qiladi deb aytdik. Kibrga ketgan, haddidan oshgan, zo'ravonlik qilayotgan, haloyiqqa zulm qilayotgan, mana shunday insonni ko'rganda albatta norozi bo'lasiz. Ammo ana shunday haddidan oshgan odamni nohaqligini, tajovuzini yo'q qilgan quvvatni ko'rganda qalbingiz xotirjam bo'ladi. Bopladi deysiz. Bopladi deysiz. O'zi shunga loyiq bo'lib qoluvdi. Ha, bechora demaysizda. Demak, Alloh taoloning Al-Qohir ismi sizni qalbingizga xotirjamlik beradi. Xotirjam bo'ling. Haddidan oshganda Alloh taolo o'zini o'rniga qo'yib qo'yadi. Mana shu Al-Qohir ismining ma'nosi, birodarlar. Al-Qohir ismining siyg'ai mubolag'asi Al-Qahhar. Al-Qohir qahara fe'lining ismi foili. Al-Qahhar esa Al-Qohir ismining siyg'ai mubolag'asi. Al-Qohir qahr qiluvchi. Al-Qahhar haddidan oshganlar har qancha kuchli bo'lsin, har qancha ko'p bo'lsin, Alloh baribir ustidan g'olib degan ma'no. Adadni, kamiyatni, ya'ni sanoq bilan miqdorni bildiradi. Sharqda bir katta mamlakat bor edi 30 yil avval. Yer yuzini 5 marta yo'qib tashlashlikka kifoya qiladigan yadrli bombalar, yadrli qurollari bor edi. Atom bombalari bor edi. Alloh ularga qahr qildi, yo'q bo'lib ketdi. Bilasizlarmi, millionlagan odamlarning qonini oqizishlik evaziga zulm bilan, qahr bilan Sovet ittifoqi degan davlat tuzilgan edi. Siz bilan bizni dinimizni yo'q qilishga 70 yil harakat qilgan, masjidlarimizni yopgan, qo'yxona qilgan, novvoyxona qilgan, ulamolarimizni quloq qilib qolmagan, boshqalarni otib o'ldirgan, kitoblarni kuydirgan Sovet hukumatı 3 ta odam o'ldi, shu bilan yo'q bo'lib ketaverdi. Hech kimni kuchi yetadi deb o'ylashmas edi. Yo'q bo'lib ketaverdi. Alloh taolo Al-Qahhar bo'lgan zot ekan.
Hech kim yenga olmaydi, hech kimning kuchi yetmaydi deb turilgan tomonni Alloh taolo mag'lub qilib qo'yishga qodir ekan. Kibrga ketgan, o'zini yo'qotib qo'ygan, haloyiq aziyat yetkazib huzur oladigan, odamlarga zulm zo'ravonlik qilish bilan rohatlanadigan, nohaq qon to'kadigan tog'iylarning oqibati nima bo'lgan bilasizlar? Fir'avnning oqibati nima bo'ldi? Ehtimol 100 yil yashagandir, zo'r, lekin oqibati nima bo'ldi? Namrudni-chi? Qorunni-chi? Haddidan oshgan Od qavmining ahvoli nima bo'ldi? Man ashadda minna quvvat deyishgan edi. Ularga teng keladigan, bas keladigan kuch qolmaganida, yerda hammani bo'yin sudirib bo'lishganida, kimni kuchi yetadi bizga deyishgan edi. Bizga hech kimni kuchi yetmaydi degan edi. Alloh taolo nima qildi? Sahhara alayhim sab'a layalin va thamaniyata ayyamin husuma fataral qawma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nahlin khawiya. Shamol keldi. 7 kecha 8 kunduz esdi, xuddi yerdan yulib olingan xurmo daraxtlarga o'xshab tashadi. Boshini uzib devorga urib, toqqa urib pachag'ini chiqarib tashadi. Alloh taolo aytdi, axir ular bilishmasmidi? Alloh hamma narsadan kuchli, hammadan qudratli ekanligini. Atrofingizga qarab ko'ring-da. Siz ham topasiz. Qo'lida kuchi bor paytida, quvvati bor paytida, mansabi bor paytida odamlarga jabr zulm qilib haddidan oshganlar oqibat qanaqa bo'ldi? Ma kattalardan so'raylar-da yoshlar. Hech narsa bo'lmayotganga o'xsharadi, yuribdi hech narsa emasdan shuncha odamga ham zulm qilsa, sen shoshmay tur. Sen shoshmay tur. Oqibati nima bo'lishini ko'rasan. Hamma narsa birodarlar Alloh taoloning qahri va hukmronligi ostida. Astagfirullah. Mattahadallohu min walad wa ma kana ma'ahu min ilah. Idan la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa wa la ala ba'dihim ala ba'd subhanallohi amma yasifun. Allohning bolasi yo'qdir va u zot bilan birga biron iloh bo'lgan emasdir. Aks holda albatta har bir iloh o'zi yaratgan narsa bilan ketib, bir-birlaridan ustun bo'lib olur edilar. Ya'ni har bitta iloh o'zini hukmini o'tkazish uchun harakat qilar edi. Natijada osmon yer buzilib ketgan bo'lar edi. Alloh ular aytayotgan shirklardan pokdir. Alloh taolo bo'lishi mumkin bo'lgan ishlarning har bittasiga qodir. Bo'lishi mumkin bo'lgan hamma narsaga qodir. Ikkita iloh bo'lishi mumkin emas. Mana Alloh aytayapti, agar iloh ikkita bo'lganida, bitta iloh ikkinchi ilohdan ustunlik qilaman debda borliq yo'q bo'lib ketar edi. Bu borliq turishi uchun iloh bitta bo'lishi shart. La ilaha. Allohdan o'zga iloh yo'q. Ikkita iloh bo'lishi mumkin emas. Buni soddaroq misol bilan tushuntiramiz. Siz yo tirik bo'lasiz, yo o'lik bo'lasiz. Bir vaqtning o'zida ham o'lik, ham tirik bo'la olmaysiz. Mana bir vaqtning o'zida siz ham o'lik, ham tirik bo'la olmaysiz. Bunday bo'lishi mumkin emas. Yo tirik bo'lasiz, yo o'lik bo'lasiz. Shuning uchun aytayapmiz, Alloh taolo bo'lishi mumkin bo'lgan har bir narsaga qodir. Bir vaqtda o'zi siz ham gapirib, ham jim tura olasizmi? Bunaqa bo'lishi mumkin emas. Binobarin ilohni ham ikkita bo'lishi mumkin emas. Bu borliq yo'q bo'lib ketadi. Bu borliq bo'lmaydi agar iloh ikkita bo'ladigan bo'lsa. Shuning uchun Allohdan so'rayotganda nozik narsa. Bo'lishi mumkin bo'lgan har qanday narsani so'rang, Alloh har narsaga qodir. Bo'lishi mumkin bo'lgan har qanday narsani so'rang, siz unga qodir emassiz, ammo Alloh qodir. Banu Isroil dengizga taqalib qoldi oldi. 600 ming Yahudi. Orqasidan Fir'avn keldi qo'shin bilan. Endi Banu Isroil qirilib ketishligi aniq bo'ldi. Alloh ularni qutqarishga qodirmi? Qodir. Bo'lishi mumkinmi bu ish? Bo'lishi mumkin. Musa alayhisalom uchun dengizni yorish mumkin emas. Ammo Alloh uchun mumkin. Bo'lishi mumkin bo'lgan ish. Dengizni yordi, chiqarib yubordi. Yunus alayhisalom balig'ning qorniga tushdi. Inson zoti uchun mumkin emas uni qutqarishlik. Lekin bo'lishi mumkin ish bu. Alloh taolo uni tiriltirib qo'ydi, balig'ning qornida o'ldirib qo'ymadi. Agar bir-biriga qarama-qarshi ikkita iloh bor bo'lganida nima bo'lardi? Biri bitta narsani xolasa, ikkinchisi boshqa narsani xolar edi. Talash tortish bo'lardi. Albatta bu holatda ikkovidan bittasini g'olib, bittasini mag'lub bo'lishiga to'g'ri kelardi.
Endi iloh bo'lgan zot mag'lub bo'lishi mumkin emas. Binobarin iloh ikkita bo'lishi ham mumkin emas. Alloh taolo aytayapti, Allohdan boshqa iloh yo'q. Ikkita iloh bo'lishi mumkin emas. Chunki irodasini, xohishini o'tkiza olmagan taraf ojiz bo'ladi, mag'lub bo'ladi. Endi mag'lub bo'lgan, ojiz bo'lgan taraf iloh bo'lishi mumkin emas. U Alloh azza va jalla, al-Vahidul Ahad, al-Fardus Samad bo'lgan, ulug'lik va quvvatda mislsiz bo'lgan zot. Shuning uchun birodar, biz al-Qohir bo'lgan Alloh bilan birga bo'lishimiz kerak. Shunda odamlarning eng kuchlisi bo'lamiz. Alloh taolo o'zi haqida aytdi-yu, "Va huval qohiru fawqa ibadihi." U Alloh o'zining bandalarining ustidan g'olib bo'lgan zot. Alloh hukmini o'tkazadigan zot. Alloh azza va jalla o'zining jabaruti va qahrida hammadan ustun. O'zining jabaruti va qahrida hech kim Alloh bilan tenglasha olmaydi. Abu Hurayra roziyallohu anhudan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Robbisidan rivoyat qiladi. Hadis qudsi. Alloh taolo aytadi: "Al-kibriya'u ridai val 'azamatu izari, faman nazi'ani wahidan minhuma qadhaftuhu fin-nar." Kibriyo mening ridoyimdir. Ulug'lik mening izorimdir. Bas kim u ikkisidan qaysi birini men bilan talashsa, bas uni jahannamga uloqtiraman. Abu Dovud rivoyat. Birodarlar, ulkan, boy, qudratli mamlakatlar bor hozirda. Ular o'zlarining ulug'ligini boshqa yerlarni xorlash ustiga qurishgan. O'zlarining boyligini boshqa millatlarni, boshqa davlatlarni faqir qilish ustiga qurgan. O'zlarining farovon hayotlarini boshqa xalqlarning hayotini vayron qilish ustiga qurgan. Bu haddidan oshgan xalqlar. Bundaylarni yer yuzida uzoq muddat davr surishi mumkin emas. Chunki davomiy bunday bo'lishi Alloh taoloning adolatiga to'g'ri kelmaydi. Alloh bor birodarlar. Alloh yakka zot. Allohning tavhidiga to'g'ri kelmaydi. Uzoqqa bormaydi bunaqalar. Biz uchun 50 yil, 100 yil, 1000 yil katta muddatga o'xshayapti. Lekin Alloh uchun bu muddat hech narsa emas. Kibriyo mening ridoyim, ulug'lik mening izorim. Bas kim u ikkisidan birini men bilan talashadigan bo'lsa, uni men jahannamga uloqtiraman. Oliylik va g'oliblik Al-Qohir ismining lavozimlaridan, ya'ni taqozosidan. Mutlaq oliy bo'lish, mutlaq g'olib bo'lish faqatgina Alloh subhanahu va taologa xos. Va huval qohiru fawqa ibadi. Alloh taolo o'zi haqida aytadi, uning o'zi bandalari ustidan g'olibdir. U zot azza va jalla barchani o'zini hukmiga bo'yinsundirgan, o'zini xohishiga bo'yinsundirgan. Uning ulug'ligi, azamatini oldida butun borliq taslim bo'lgan. Ayrim olimlar aytishadi, al-Qohir xor qiluvchi, mahluqotlarni bo'yinsundiruvchi va ulardan oliy martabada bo'lgan zot ma'nosini bildiradi deyshadi. Alloh taolo o'zini mahluqotlarni xor qiluvchi dedi. Ya'ni bandalar agar hadlaridan oshadigan bo'lsa, tug'yonga ketsa, fasod tarqatishga o'tadigan bo'lsa, ularni xorlashlik bilan ularning ustidan g'olib bo'ladi. Alloh azza va jalla oliy, mahluqotlari past. Alloh taolo bo'yinsundiradi. Alloh taolo xor qiladi haddidan oshsa, lekin Alloh ana shu xor qilishligini o'zida odil va rahimlidir. Alloh taolo hamma narsani bilib turadi. Gapirsak eshitadi, jim tursak qalbimizdagini ham bilib turadi, harakatlansak buni ham ko'radi. Robbimiz faqat o'zidan duo qilib hojatimizni so'rashlikka buyuradi. Shuning uchun siz bilan bizga qiyin bo'lgan narsa Alloh uchun qiyin emas. Shuning uchun mumkin, ya'ni bo'lishi mumkin bo'lganki narsani so'rashdan Allohdan uyalmaslik kerak. Shuning uchun iymon bilan yashashlik mo'minni aziz qiladi, quvvatli qiladi. Iymon bilan yashashlik bandani hayotini rohatli qiladi, hayotida rozilik bo'ladi. Shuning uchun birodarlar, biz o'zimizni azizligimizni Alloh bilan deb bilishimiz kerak. Agar biz o'zimizni azizligimizni Alloh bilan deb bilsak, mana shu azizligimiz davomiy bo'ladi. Agar biz o'zimizni azizligimizni qo'limizdagi dunyoyimiz bilan yoki bir tanish-bilishlarimiz bilan, qo'yingki, mahluqotlardan birontasi bilan o'zimizni aziz bilayotgan bo'lsak, bu azizlik uzoqqa bormaydi. Alloh azza va jallaning Al-Qohir ismidan
bandalar qanday ulush nasiba olishligi kerak. Astagfirullah. Vallazina iza asabahumul baghyu hum yantasirun. Mo'minlarni Alloh taolo maqtab aytadi, ular shunday zotlarki, o'zlariga zulm yetganida zulmga qarshi kurashib g'olib bo'ladigan zotlar. Mana ayrim dinlarda o'ng betingga ursa deydi, chop betingni tutib ber deydi. Bu to'g'ri emas. Alloh taolo aytayapti, meni mo'min bandalarim agar ularga biroz zulm qilsa, zulmga qarshi kurashadi. Kurashib g'olib bo'ladi, yengadi. Shuning uchun taslim bo'lib qolish, xorlanish, suskash bo'lish, shijoatsiz, g'ayratsiz bo'lish bu mo'min kishiga yarashadigan sifat emas. Chunki mo'min Alloh bilan birga bo'ladi. Unga suyanadi, undan panoh so'raydi. Mo'minga yarashmaydi ojizlik. Chunki mo'min al-Qohir bo'lgan Robbning bandasi. Mo'min al-Qoviy bo'lgan Robbning bandasi. Mo'min al-G'ani, boy bo'lgan, behojat bo'lgan Allohning bandasi. Bunaqa Robbning bandasi xor bo'lishi mumkin emas. Vallazina iza asabahumul baghyu hum yantasirun. Ular shunday zotlarki mo'minlar, ularga agar zulm yetadigan bo'lsa, mana shu zulmga qarshi kurashib yengadigan odamlar. Agar siz mustaqim bo'lib turib, Allohning amr nahiysida qoyim bo'lib turib, Allohni rozi qiladigan ishlarda to'yim bo'lib turib, Alloh menga yordam bermaydi, meni himoya qilmaydi deb gumonga borgan bo'lsangiz, bu gumoningiz yomon gumon. Chunki Alloh taolo o'zini mo'min bandalarni hech qachon yordamsiz tashlab qo'ymaydi, o'zini yaxshi ko'rgan bandalarni Alloh azoblamaydi. Qaytarib aytaman, Alloh o'zi yaxshi ko'rgan bandalarni azoblamaydi. Ha, mo'minlar azoblanyapti-yu desa, o'zlari qilgan ishga yarasha mukofotini olyapti. Nima musibat yetsa, deyapti Alloh taolo, o'zinglar qilgan ish tufayli yetadi, yana men ko'pini kechirib turaman deydi. Ya'ni siz agar haqda tursangiz, fe'l atvoringiz aynimagan bo'lsa, siz ustingizga hech qachon balo kelmaydi. Alloh taolo so'rayapti. Sizlar iymon keltirib shukr keltirsanglar, nima qiladi Alloh azoblab sizlarni? Allohga kerakmi? Kerak emas. Alloh yaxshi ko'rgan bandasini azoblamaydi besabab. Endi keldimi bir musibat, bir sababi bor, buni qidiring. Yahudiylar bilan nasroniylar biz Allohning farzandlarimiz, Allohning o'g'illarimiz deyishar edi. Astagfirullah. Va qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullohi va ahibbauhu. Alloh aytayapti Qur'onda, Yahudi va nasroniylar biz Allohning suyukli bolalarimiz derlar. Ularni mana shu da'volarini Alloh taolo rad qildi. Shu oyatning davomida astagfirullah, qul falima yu'azibukum bi dhunubikum bal antum basharun mimman xalaq. Sizlar Allohning farzandlarimiz, Allohning suyukli aziz bandalarimiz deyapsizlar. Ayting ey Muhammad alayhisalom, unda nimaga sizlarni Alloh gunohlaringlar sababli azoblaydi? Yo'q, sizlar ham Alloh yaratgan boshqa bandalar qatori bandasizlar. Mana shu oyatdan Imom Shofiy istinbot qilib aytadiki, Alloh o'zining yaxshi ko'rgan bandalarini azoblamaydi. Alloh o'zi yaxshi ko'rgan bandalarini besabab azoblamaydi. Ishingiz yurishmayapti, sababini qidiring. Dardingizga shifo topilmayapti, sababini qidiring. Molingiz musodara bo'ldi, sababini qidiring. Robbimiz aytayapti, "Ey, shukr keltirib iymonli bo'lsang, men nima qilaman azoblab seni?" Endi bir musibat keldimi? Alloh aytayapti, "O'zinglar qo'linglar bilan qilgan ish tufayli keladi" deyapti. Xudoyim bandasiga mehribondir, va lekin bandasi o'zi yomondir. Qur'onda kelgan qissalar bu kim uchun keltirildi? O'tib ketgan ummatlar uchunmi? O'lib ketganlar uchunmi? Yo'q. Qur'ondagi qissalar siz bilan biz uchun keltirildi. Ana shu qissalarni eshitib, undan xulosa ibrat olishingiz uchun. Ahmoq odam bilan aqlli odamning farqi bor. Ahmoq odam bir xatoga yo'l qo'yib, adavini yeb, shu xatosidan dars oladi. Ahmoq o'zining xatosidan dars oladi. Aqlli odam o'sha ahmoqning xatosidan dars olib qo'yaveradi. Tushunarli bo'ldimi? Ahmoq bo'lgandan keyin yana ahmoq bo'laveramiz. O'sha bitta tushgan chuqurda yana qaytib bosaveramiz oyog'imiz bilan.
Bular bilan yurma bolam, bu yaxshi odamlar emas, sherik qilib olgan deb otangiz aytdi, domlangiz aytdi. Ay dedingiz, yurdingiz. Bilmaysizda bularni kimligini. Adavingiz edi, yana ajramaydida. Xo'p, demak, Qur'on qissalari. Undan siz bilan biz ibrat olishimiz uchun Alloh taolo keltirdi. Endi mana Alloh taoloning qahri haqida va Alloh taoloning g'olibligi haqida kelgan mana qissalar. Allohning qahri va uning g'olibligi haqidagi qissalar. Siz bilan biz Alloh subhanahu va taoloning mo'min bandalari qatori bo'lishi mumkin bo'lgan narsani Allohdan so'rashdan uyalmasligimiz kerak. Ya'ni siz uchun mumkin emas, siz uchun mushkul, lekin Alloh uchun hech narsa emas bu. So'rang. Bo'lishi mumkin bo'lgan narsani Allohdan so'rang. Chunki bo'lishi mumkin bo'lmagan narsa ham bo'lishi mumkin-da, masalan. Nima degani bu? Alloh o'ziga o'xshagan ilohni yarata oladimi desa, bu savolga javob berilmaydi. Chunki ikkita iloh bo'lishi mumkin emas. Alloh o'zi ko'tara olmaydigan bitta bir katta xarsang toshni yaratishga qodirmi, qodir emasmi? Bu savolga nima deb javob bersangiz ham noto'g'ri bo'ladi. Ha desangiz ham, yo'q desangiz ham. Ha desangiz, demak teoretik Allohning kuchi yetmaydigan narsa ham bor ekanda degan fikr paydo bo'ladi. Yo'q, Alloh bunaqa toshni yarata olmaydi desangiz, Allohning qo'lidan kelmaydigan ish ham bor ekanda degan fikr keladi. Shuning uchun siz Allohdan so'rang, bo'lishi mumkin bo'lgan narsani. Bo'lishi mumkin bo'lmagan narsani so'ramang. Qur'ondagi Alloh taoloning qahri haqida va uning g'olibligi haqidagi qissalar. Baliq qorniga tushib qolgan Yunus alayhissalom qissasi. Bu ham qissa, ham hayotda ishlaydigan qonun. Bir odamki, tasavvur qiling, bir og'ir kasali bor. Topish tutishi ham yaxshi emas. Muammo hayotida. Ishxonasida ham ahvoli yaxshi emas. Ayoli bevafo, farzandlari noqobil. Mana muammo. Rostmona muammo. Puli yo'q, dardi bor, ishxonada obro'yi yo'q, xotini vafodor emas, farzandlari noqobil. Mana shu odam aytadiki, eng katta muammo menda deydi. Haqiqatan qarasangiz, muammosi kichkina emas. Endi mana shu odamni tasavvur qiling. Katta kitni qorniga tushib, suvtaga kirib ketdi. Endi uni mana shu muammosini oldida tevada qolgan muammolar muammo bo'ladimi? Mana endi balada xoniga tushib qoldi. Yuqorida aytilgan muammolarning birontasi uni oldida muammo bo'lib ko'rinadimi? Yunus alayhissalomni baliq yutib yubordi. Nima tufayli? O'zini qilgan xatosi tufayli. Aytyapmiz-ku, Alloh o'zining mo'min bandalarini azoblamaydi. Besabab. Yunus alayhissalom Alloh yaxshi ko'rgan bandalardanmidi? Payg'ambar edi, yaxshi ko'rar edi. Endi nimaga bu musibat tushdi? Ana shu qavmini, Naynavo qavmini Yunus alayhissalom Allohning iznisiz tashlab chiqib ketgan edi. Mana xatosi uchun balada qorniga tushdi. Ey Xudo, men senga nima yozuvdim? Ey Xudo, qaysi qilgan gunohim uchun degan gaplar gapirilmay qo'ydi. Banda xotirjam bo'l. Boshingga musibat keldimi? Albatta bir sababi bor buni. Faqat qidir. Fanada fi zulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin. Yunus alayhissalom qorong'u zulmatlarda turib, hech iloh yo'q, magar o'zing bordirsan, ey pok Parvardigor, dar haqiqat men o'z jonimga jabr qiluvchilardan bo'lib qoldim degan paytini eslang. Ey Xudo, meni nimaga balada qorniga tushirib qo'yding demayapti. O'zimga o'zim zulm qilib oldim, o'shuning uchun balada qorniga tushdim deyapti. Farzandingiz noqobil bo'lgan bo'lsa, farzandingizni malomat qilavermang ota. Chunki uni shunaqa bo'lishiga eng birinchi javobgar va mana shu bir noqobilligiga xizmat qilgan odam sizsiz. Ehtimol halol haromiga qaramasdan olib kelib egizgandirsiz. Ehtimol ota-onangizni dilini og'ritgandirsiz. Ehtimol haloyiqlarning haqqini yeyotgandirsiz. Ehtimol qarg'ish olgandirsiz. Qanday balo kunda tug'ilib qolgansan? Nimaga palonchi oyda bolasiga o'xshamaysan? Demang amaki. Ma'qulmi? Aybni o'zimizdan qidiraylik-da, shikoyat ham qilmay qo'yamiz hayotda.
Yunus alayhissalom qissasi bo'lib o'tdi. Mana balig'ni qornidan chiqib ketdi. Shu bilan tugadimi ish? Bu oyatlarning hikmati tugadimi? Yo'q, birodarlar. Hayotda bu qissa yana takrorlanishi mumkin. Har kuni takrorlanadi. Bolangiz noqobil chiqdimi? Demak, balig'ni qorniga tushdingiz, musibat degan balig'ni qorniga. Ishingiz yurishmayaptimi? Topganingizda baraka yo'qmi? Musibat, balig'ni qorni o'sha ham. Bularni birontasi kelmaydi mo'minga, illo o'zini qilgan fe'l atvori tufayli keladi. Bu qissa har kuni takrorlanadi, birodarlar. Mana payg'ambarimiz Yunus alayhisalomning balig'ni qornidan chiqib ketganligini bizga xabarni berdilar. Va najjaynahu minal g'am deydi Alloh taolo. Biz Yunus alayhisalomni mana shu g'amdan, g'ussadan qutqardik dedi. Keyin nima dedi? Va kazalika nunjil mu'minin. Biz mo'minlarga mana shunday najot beramiz. Yunus alayhisalom muammosi bitdi, balig'ni qornidan chiqdi. Tugadimi qissa? Yo'q, davomi bor. Va kazalika nunjil mu'minin. Bundan keyin yashaydigan mo'minlarni Alloh mana shunday najotga chiqaramiz deyapti. Yunus alayhisalom qarang, analiz qilaylik qisqagina. Payg'ambar bo'lib keldi. Vazifasini bajardi, qavm qabul qilmadi, qavmini tashab chiqib ketdi. Hatto o'zidan ketdi. Balig'ni qorniga kirdi, tasbih aytdi Allohga. Keyin chiqib ketdi. Mana shu qoida siz bilan bizning ustimizda ham ishlaydi. Zimmamizda vazifa bor, burch bor, zo'r bajaramiz yoki bir xatoga yo'l qo'yayotgan bo'lsak, albatta uning mukofoti, qo'sh tirnoq ichidagi mukofoti keladi. Endi bu musibatdan chiqib ketish yo'li nima ekan? Yana Allohga qaytishlik. Siz yo'lbarsdan qo'rqsiz, yo'lbarsdan qochasiz. Siz jarlikka qulab ketishidan qo'rqsiz, jarlikdan qochasiz. Ammo Alloh taolodan qo'rqqan banda Alloh taoloni o'ziga qochadi. Tushunali bo'ldimi? O'sha qo'rqayotgan narsasiga kirib qolishidan xavotiringiz borligi uchun qochasiz undan uzoqqa. Qo'rqadigan narsasidan inson qochadi undan uzoqqa. Ammo Allohdan qo'rqqan banda Allohga qaytadi. Yunus alayhisalomni balig'ni qorniga Alloh tushirdi, fe'li sabab. Endi chiqaradigan ham kim edi? Bu qissa, birodarlar, hayotimizda har kunida ishlaydigan qonun bo'lishini Alloh xoladi Robbimiz. Bu qissa biz uchun, birodarlar. Biz mo'minlarga mana shunday najot beramiz. Qur'ondagi qissalar Alloh azza va jallaning al-Qohir ekanligi, g'olib ekanligini siz bilan bizga bayon qiladi. Musa alayhissalomning Fir'avn bilan bo'lgan qissasi. Misrdan chiqdi, Banu Isroilni olib Musa alayhissalom. Dengizda oldiga yetganlarida bu katta 600 ming kishilik karvonni orqa tomonidagilar Fir'avn o'zini qo'shini bilan ularni qirib yakson qilgani kelayotganligini ko'rishdi. Ularni to'sib oladigan hech narsa yo'q. Astagfirullah, qala ashabu Musa inna la mudrakun. Musoning hamrohlari tamom bo'ldik, tutildik deyishdi. Chunki orqada qo'shin kelyapti, oldida dengiz turibdi. Qochib keta olmaydi. Musa alayhisalom nima dedi? Qala kalla inna ma'i robbi sayahdin. Yo'q, aniqki men bilan birga Parvardigorim bor. Albatta u meni najot yo'liga boshlar dedi. Alloh qohir bo'lgan zot. Ana shu Banu Isroilni quvib kelayotgan o'sha zamonning eng qudratli qo'shini dengizdayda qolib ketdi. Banu Isroildan bitta odam kessaga olib turib otgani yo'q bu qo'shinga qarshi. Chunki al-Qohir bo'lgan Robbisi ularni saqlashni xohladi, Fir'avnni suv tagiga tiqib tashadi. Chunki aytdik, Alloh taolo al-Qohir bo'lgan zot butun borliqni o'zini hukmiga nima qilgan? Bo'yin sundirgan. Ularning ustidan g'olib. Bu ulug' anbiyolardan birodarlar dars olishimiz kerak, ibrat olishimiz kerak. Allohga bo'lgan ishonchini, iymonni ko'ring. Ular o'zlarini Robbisiga bo'lgan iymoni bilan, Robbisi bilan aziz deb bilgan. Qo'lida 3-4 chaqasi yo'q odam o'zini xor deb his qiladi. Dunyosi yo'q, quvvati yo'q, mashinasi yo'q, chiroyli uyi yo'q, xor bo'lib yuradi. Chunki o'zini shu narsalarsiz xor deb biladi. Endi biroq Alloh taolo unga mana shu narsalarning hammasini birdaniga berib qo'ysa, endi aziz bo'lib qoladi. To'g'rimi? Eski qadrlovlar bilan muomala qilmay qo'yadi, yangisini qidirib qoladi, mana oshxonada ovqat yemay qo'yadi, mana soat tashab boshqasini tushunarliga. Demak, bu odamning azizligi, xorligi dunyo matohi bilan edi.
Lekin mo'min o'zini azizligini iymoni bilan deb biladi. Ha, iymoningizni hech kim tortib ola olmaydi, birodar. Savr g'orida o'tirgan Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam. Mushriklar payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning Makka dan chiqib ketganligini bilganlaridan keyin u zot sallallohu alayhi vasallam va sherigi Abu Bakr Siddiqni tirigi yoki o'ligini topib kelganga 100 ta tuyani mukofot qilib va'da qilishdi. Butun Quraysh oyoqqa o'tirdi. Isquvori ham, isquvor bo'lmagani ham chiqib qidirishni boshladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ana shu Savr g'origa chiqib 3 kun o'tirdilar. Juda ajib qissada payg'ambarimizning hayotini o'qir ekanmiz, ishidagi ibrat, va'z, nasihatlarni tugamasligini ko'ramiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Makka dan chiqib Madinaga yursalar, shimol tomonga qarab yurish kerak. Ammo u zot janubga qarab yurdilar. Va ondan ortiq sababni qildilar Qurayshning qo'liga tushib qolmasligi uchun. Ana shu sabablardan bittasi g'orga chiqib o'tirish edi. Lekin o'qigan sabablarning birontasi foyda qilmadi. Baribir g'orda og'ziga chiqishdi. G'orda oldida turishibdi. Abu Bakr Siddiq va Rasululloh g'orda turib, ularning oyoqlarini ko'rib turishibdi. Ukalar, tushuninglar. Siz bilan bizni qilayotgan ishimiz bir natijaga erishishlik uchun. Bor yo'g'i sabab. U natijani Alloh xolasa beradi, bo'lmasa yo'q. Siz sababni qilishga javobgarsiz, natija Allohdan. Sababni qilib turib ishonib qolmang. Sababni qilib turib aniq yetaman demang. Mana Muhammad alayhisalom xabarni yashirib Abu Bakr Siddiqning uyiga xabarda aytgani kirdi, yuzini to'sib chiqdilar. Bir kunni issig'ida chiqdilar Makkadan Abu Bakrning uyiga chiqib xabar bergani. Odamlar uyda o'tirib ikkita kirib ichkariga xabarni maxfiy qilish uchun qizlaringizni tashqariga chiqaring dedi. Xabarda aytgandan keyin uyni paradning xotidan emas, cho'rning xotidan chiqib ketdi. Kechqurunda uydan chiqdi. Shimolga emas, janubga qarab yurdi. G'orga chiqdi, 3 kun o'tirdi. Abu Bakr Siddiq va payg'ambarimiz mingan tuyolarni izini yopish uchun Abu Bakrning o'g'li qo'ylarni haydab ketdi, izni yopish uchun. Nechta sababni qilgan bo'lsa ham, bu sabablarning bittasi foyda qilmadi. Shuning uchun qoida. Sizni maqsadingizga, ko'zlagan maqsadingizga aniq yetkazadigan 100% sabab bo'lmaydi. 100% sabab Alloh taoloning xohishi. Tushuninglar. Sababga suyanmanglar. Akangizga, ukangizga suyanmang, pulingizga suyanmang, orttirib qo'ygan pressizga ishonmang. Yonib ketishi mumkin pressiz, hayvonlaringiz och qoladi. Yem olib qo'ydim 2 tonna, bo'ldi, zo'r yashaydi endi mollarim. Ha, sababni qilamiz. Xuddi tavakkal qilishni bilmaydigan odamdek qilamiz. Sababni zo'r qilamiz. Lekin sababni zo'r qilgandan keyin hech narsa qilmagandaqa Parvardigor deb yo'lanamiz. Mana shu mo'minning pozitsiyasi bo'ladi. Sizni ko'zlagan maqsadingizga olib boradigan, aniq ishlaydigan 100% sabab yo'q. 100% sabab Allohning xohishi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Abu Bakr Siddiqning yig'layotganligini ko'rib, nimaga yig'layapsiz Abu Bakr? Abu Bakr Siddiq, "Ya Rasululloh, agar hozir engishib oyog'ini tagiga qarashganida g'orda ichiga bizni ko'rib olishar edi", dedi. Shunda Nabiy sallallohu alayhi vasallam nima dedilar? "Ma zannuka ya Abu Bakr bi ithnayn, Allohu salisuhuma." 3-sherigi Alloh bo'lgan ikkita odam haqida nima deysiz? 3-sherigi Alloh bo'lgan ikkita odam haqida qanaqa gumondasiz dedi. Tushunyapsizmi? Sababni qilib qo'yib turib, Alloh deyapti payg'ambarimiz. Alloh saqlashni xohladi, birontasi engishib qaramadi. Agar qaraganda ham ko'rmas edi. Qarang, endi shu bir nozik narsa bor. Mana payg'ambarimiz shuncha sababni qilib g'orga chiqib o'tiribdilar. Quraysh baribir topib keldi. Endi bitta sabab qoldi. Ular turishibdi g'orda oldida gaplashib, payg'ambarimizni Abu Bakr Siddiq ko'rib turishibdi. Bitta sabab qoldi. Payg'ambarimiz va Abu Bakr Siddiq qiladigan. Nima sabab? Indamay o'tirishi. Insoniy sifatda qiladigan bitta sabab jim o'tirish edi. Jim o'tirdi, bo'ldi, ketdi. Ey Abu Bakr, 3-sherigi Alloh bo'lgan ikkita odam haqida qanday gumondasiz? Quraysh mushriklari payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning tirigi yoki o'ligiga 100 ta tuyani mukofot qilib tikishdi.
orqasidan Suroqat ibn Malik al-Jushumi quvalab bordi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir necha marta qo'lini ko'tardilar, otining oyog'i yerga sanchilib qolib yiqilib tushdi. Suroqa kelib o'zini yo'l tadorigini, safar anjomlarini taklif qilganda qabul qilmadilar. Balki bizni ko'rganingni Qurayshga aytmaysan deb payg'ambarimiz shart bilan jo'natdilar, qaytib ketdi. Qaytib ketayotganida, "Ey Suroqa, Kisroning bilak uzuklarini qo'lingga taqsang, ahvoling qanday bo'lar ekan?" dedi. Robbisiga bo'lgan iymonni ko'ring. Chunki Muhammad alayhisolamning Robbisi Al-Qohir bo'lgan zot. Hamma narsani bo'ysundiradi. Ha, Suroqa, men Madinaga yetib boraman. Sog' salomat, davlat bino qilaman, qo'shin to'playman, musulmonlar Forsga qarshi jang qiladi va bularning hammasi seni asringda bo'ladi, ey Suroqa. Shunday bo'ldi. Musulmonlar Umar ibn Xattob xalifalik davrida fath qilishdi Madoinni. Ana shu payg'ambarimiz va'da qilgan Kisroning bilak uzuklari musulmonlarning qo'liga keldi va Suroqani qo'liga taqishdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zining Robbisini Al-Qohir ekanligini yaxshi bilar edi. Va Robbisiga mana shunday bir suyangan, tavakkul qilgan banda edi. Sollallohu alayhi vasallam. Rasulullohni Quraysh da'vat qilishidan man qilib qo'ydi. 10 yil da'vatdan keyin mana Abu Talib vafot etdi. Hadicha onamiz vafot etdilar. Shunda Rasululloh Makka ahlidan umidini uzib Toifga chiqib, ularni da'vat qildilar, ammo Toif qabul qilmadi. Toshbo'ron qilib haydashdi. Mana endi qaytib Makkaga kirgani xavotir bor. Agar aytish mumkin bo'lsa, ana shu paytda islomiy da'vatning kichkina qiyomati qoyim bo'lib qolgan edi. Makkaga qaytishga majbur. Makkadagilar payg'ambarimizni sehrgar degan, jinni degan, yolg'onchi degan, qatl qilishlikka jur'ati bor. Toifdan toshbo'ron bo'lib qaytib keldilar. Mana endi boradigan joyi yo'q Makkadan boshqa. Shunda u zot bilan chiqqan Zayd ibn Horisa, "Ya Rasululloh, qanday qilib kirasiz Makkaga?" dedi. Vallohi payg'ambarimiz Allohga bo'lgan ishonchini ko'ring, ajibligini. Qalbini, inson qalbini xotirjamlikka to'ldiradigan so'zlarni aytdilar. Innalloha nasirun nabiyya. Albatta Alloh o'zini payg'ambariga albatta yordam beradi dedi. Oldida hech narsa yo'q. U zotni Makkaga kirsa himoya qiladigan hech kim yo'q. Hech qanday quvvati yo'q qo'lida. Lekin Allohga bo'lgan iymoni bor. Hozir ham ummati Muhammadiya ummatlarning oxirgi safida turgan payti. Ularni yuksaklikka olib chiqadigan bironta bir qo'lida bir sababi yo'qligini ko'ramiz. Lekin biz aniq ishonamiz, birodarlar, Alloh ummatni aziz qilishga qodir. Garchi qo'lida hech narsasi bo'lmasa ham, faqat ummat Alloh ularni aziz qilishlikka loyiq bo'lishligi kerak. Umidsizlik hayotimizdagi eng xatarli narsa. Tushkunlikka tushib qolish. Tugadi, tamom bo'ldi deb o'ylash. Sen banda, Alloh bilan birgasan, buni unutma. Alloh taolo o'zini bandalarni tashab qo'ymaydi. Alloh o'zining yaxshi ko'rgan bandalarini yordamsiz tashab qo'ymaydi. Astagfirullah. Walan yatirakum a'malakum. U Alloh qilgan amallaringizni savobini, mukofotini kamaytirmas. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Ustlashmanglar, g'amgin bo'lmanglar. Agar haqiqiy iymon egasi bo'lsanglar, sizlar g'olibsizlar, sizlar oliysizlar. Al-Qohir bo'lgan Robbimiz aytayapti. Shart haqiqiy iymon egasi bo'ladigan bo'lsanglar. Hamma quvvatning egasi bo'lgan Alloh bilan birga bo'lishing, birodarlar, eng yaxshi holating seni. Al-Qohir bo'lgan zot bilan o'zingni aziz bilishing. Al-Qahhar bo'lgan zot bilan o'zingni aziz bilishing. Uni qudratidan quvvat olishing. Azizlik va karomatni unga qulchilik qilishda deb bilishing. Va tilkal ayyamu nudaviluha baynan nas. Ha, musulmon ummati hozir kuch-quvvatda ummatlarning peshvolari qatorida emas. Robbimiz aytayapti va mana shu kunlarni, ya'ni g'olib bo'lish, mag'lub bo'lish, baland bo'lish, past bo'lish kunlarini odamlar orasida aylantirib turamiz. Agar yer yuzini Alloh taolo faqatgina kuch-quvvat egalariga topshirib qo'yganida, kofirlar mu'minlarni tushkunlikka, umidsizlikka tushirib yuborgan bo'lar edi. Agar yer yuzini Alloh taolo faqatgina mu'minlarga topshirib qo'yganida, odamlarning juda ko'pchiligi, mu'min bo'lmaganlari musulmonlarga nisbatan 200lamachilik munofiqlik qilishgan bo'lar edi. Shuning uchun aytayapti Alloh taolo, bu kunlarni odamlar orasida aylantirib turamiz. Gohida yer yuzida kofirlar kuch-quvvat usti bo'ladi.
Yana bir davr keladi, mo'minlarning qo'lida bo'ladi dunyo. Bizning nasibamiz birodarlar mana shu davrga to'g'ri kelibdi. Musulmonlar zaif bo'lib turgan paytga to'g'ri kelibdi. Lekin biz sabr qilamiz, umid qilamiz. Zero Alloh taolo bandalarni o'zi xohlagandek bo'yinsundirgan Alloh subhanahu va taolo har qanday ayb nuqsondan pok. Tasbihlar bor. Ana shulardan bittasi Subhana man qahara ibadahu bil maut. Bandalarini o'limga bo'yinsundirgan zot ayb nuqsondan pokdir. Bandalarni o'limga bo'yinsundirgan zot har qanday ayb nuqsondan pokdir. Hamma o'ladi. Mo'min, kofir, boy, kambag'al, erkak, ayol, sog' kasal, hamma o'ladi. Alloh taolo bandasini o'limga bo'yinsundirib qo'ygan, qahr qilgan. Xohlasa bandasini kasallikka, xohlasa faqirlikka, xohlasa ojizlikka bo'yinsundirib qo'yadi. Inson bo'yinsunma iloji yo'q. Chunki al-Qahhar bo'lgan Alloh azza va jalla mana shu narsani xohlagan edi. Shularni bari birodarlar qahr bo'yinsundirishlik deyiladi. Valillahil asmaul husna fad'uhu biha. Alloh taoloning go'zal ismlari bor, bas unga ular bilan duo qiling. Jabborlarni, haddidan oshganlarni, zolimlarning ustidan qahr qiladi, bo'yinsundiradi, xor qiladi. Ularning ustidan g'olib bo'ladi. Allohumma hdina fi man hadayt, va afina fi man afayt, va tawallana fi man tawallayt, va barik lana fi ma a'tayt, va qina wasrif anna sharra ma qadayt, fa innaka taqdi bil haqq va la yuqda alayk. Duoni qarang. Kela ko'rib chiqamiz shu duo nimaligini. Parvardigor, sen o'zing hidoyat qilgan bandalar qatorida bizni ham hidoyat qilgin. Hamda sen ofiyatda saqlagan bandalar qatorida bizni ham ofiyatda saqlagin. Va sen ishlarini o'z qo'lingga olgan bandalar qatorida bizni ham ishimizni qo'lingga olgin. Hamda sen ato qilgan narsani barakotli qilgin. Hamda qazoingning yomonidan bizni saqlagin va uni bizdan nari qilgin. Albatta sen haq hukm qilasan, sening ustingdan hech kim hukm qilmaydi. Birinchi so'ralgan narsa Allohumma hdina fi man hadayt. Hidoyat. Parvardigor, sen hidoyat qilgan bandalar qatorida meni ham hidoyat qilgin. Yigitlar, bilib qo'yinglar. 70 ga, 60 ga, 80 ga kirgan oqsoqollar hayotning issiqligini ko'rdida nima oq, nima qora bilishdi. Garchi diniy bilimlari chuqur bo'lmasa ham hayotiy tajribadan ko'rishdi. Eng katta ne'mat, eng birinchi ulug' ne'mat bu hidoyat. Ha, birinchi ne'mat hidoyat. Undan avval bironta bir ne'mat bo'lmaydi. Mana shu hidoyat degan ne'mat bir raqamiga o'xshaydi. Hidoyat 1. Uni orqasiga 0 qo'shing. 10 bo'ldi. Mana shu 0 bu ofiyat. Demak, hidoyat va ofiyat 10 bo'ldi. Endi orqasiga yana bitta ne'matni 0 deb qo'shing. Nima bo'lsin? Farzand bo'lsin. 1, 2 ta 0. 100 bo'ldi. Hidoyat, ofiyat, farzand. Yana bitta 0 qo'shing. 1000 bo'ldi. Birinchisi 1 hidoyat, ikkinchisi ofiyat, uchinchisi farzand, to'rtinchisi boylik. 1000 bo'ldi. Har bitta hayotdagi ne'matni bittadan 0 qilib qo'shavering. O'shunda kimdadir million bor. Hidoyat va nechtadir 0. Endi mana shu million bo'lgan raqamni oldidan bir dop qo'ying. Nima bo'ldi? 0 bo'ldi. Sog'siz, farzandlaringiz serob, boysiz, muammoingiz yo'q. Hamma yo'g'ingiz bor, ammo hidoyatingiz yo'q, iymoningiz yo'q. Bu ne'mat deyiladimi? Demak, eng birinchi ne'mat nima ekan? Eng birinchi va eng ulug' ne'mat bu hidoyat bo'ladi. Demak, birodarlar, hamma ne'matni berib turib, agar Alloh senga hidoyatni bermagan bo'lsa, bu ne'matlar hammasi 0 bo'ladi. Iymondan boshqa ne'matlar Allohning haqiqiy chin atosi deyilmaydi. Chunki iymondan boshqa ne'matlarni Alloh mo'minga ham beryapti, kofirga ham beryapti. Alloh taoloning haqiqiy atosi, haqiqiy in'omi bergan hadiyasi o'lim bilan yakun topishi mumkin emas. Haqiqiy ato, haqiqiy ne'mat o'limdan keyin ham davom etadi. Haqiqiy ato, haqiqiy ne'mat qaysi ne'mat ekan? Hidoyat ne'mati ekan.
Alloh taoloning bu dunyoda insonlarga bergan ne'matlari ko'p. Eng birinchisi bu hidoyat. Undan keyin sog'liq, undan keyin tinchlik, undan keyin bola chaqa, undan keyin mol dunyo, undan keyin obro'. Mana shu ne'matlar hammasi Alloh taolo bandalarga ato qilgan in'omlar. Lekin mana shu ne'matlar hammasi inson vafot etishligi bilan qabrining ustida qoladi. Faqatgina iymon ne'mati, hidoyat ne'mati u bilan qabrga birga kiradi. Qaysi ne'matni inson o'limidan keyinga olib qo'ya oladi? Hech qaysisini. Faqat hidoyat. Shuning uchun haqiqiy oqil odam kim? Haqiqiy oqil odam kim? O'ziga o'limidan keyin ham foydasi tegadigan ne'matni topishida, hidoyatni topishida va undan foydalanishida. Ha, albatta dunyo hayoti ham birodarlar ne'mat, ammo u o'lim bilan tugaydi. Inson qabrga kirishi bilan mansabidan, lazzatidan, huzur halovatidan, boyligidan hammasidan ajraydi. Demak, haqiqiy oqil inson qabrga kirgandan keyin ham unga foyda beradigan ne'matni istaydi, topadi va mana shuni taqozosi bilan yashaydi. O'lim bilan tamom bo'ladigan ne'mat bu haqiqiy ne'mat emas. Haqiqatan bu dunyo matohini, dunyo ne'matlarini Alloh taolo o'zi yaxshi ko'rgan mu'minlarga ham, yomon ko'rgan kofirlarga ham beraveradi. Modomiki shunday ekan, bu dunyo ne'mati Alloh siz bilan biz uchun xohlagan ne'mat emas ekan. Endi bir fikr qilib ko'radigan bo'lsangiz, Alloh azza va jallaning eng suyukli bandasi Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga Alloh taolo dunyo matohini bermadi. Dunyo matohini bermadi. Shu bilan xor qilgan bo'ladimi? Yo'q, aziz qilgan bo'ladi. Chunki hidoyatni berib turib Alloh taolo dunyoni bermagan bo'lsa, bu xor qilgan bo'lmaydi. Eng asosiy narsani oldi banda. Aksincha, dunyoni berib turib agar hidoyatni bermagan bo'lsa, mana shu bandasini xor qildi. Bizi o'lchov tushunchamiz shunaqa. Islomiy o'lchov tushuncha shunaqa bo'ladi. Xudo yoqqan joyi borki, zuvolasini nima qilibdi? Katta uzibdi. Bu noto'g'ri gap. U zuvolani qarang-da, Qorunga qanaqa zuvolani uzgan. Fir'avnga qanaqa zuvolani uzgan. Lekin ular iymoni yo'q kofir edi. Xudoga yoqqan joyi borki, zuvolasini katta uzibdi. Bu johiliy tushuncha. Bu maqolda esdan chiqarish kerak. Bu noto'g'ri bu. Agar shu tushuncha bilan yashayotgan bo'lsa, bu inson hech qachon kasasi oqarmaydi, hech qachon xotirjam yashamaydi. Haqiqiy xor inson kim? Haqiqiy xor inson hidoyatni topmagan inson. Muhim emas uni millati qanaqa, qaysi zamonda yashagan, qaysi yerda tug'ilgan, qancha dunyosi bor, muhim emas. Muhimi hidoyatni topmabdimi? Bu odam xor inson hisoblanadi. Chunki takror aytyapmiz, moli dunyoni Alloh taolo o'zi yomon ko'rgan Fir'avnga ham beraverdi. Mulku saltanatni o'zi yaxshi ko'rgan Sulaymon alayhisalomga ham beraverdi. Modomiki boyligini Alloh azza va jalla Qorunga ham beraverdi, Usmon ibn Affonga ham beraverdi. Demak, boylik, mansab, dunyo matohi Alloh bir bandani yaxshi ko'rganligi uchun, yaxshi ko'rganligini belgisi emas ekan. Shuni tushunib olaylik. Shuni tushunib olaylik. Ya'ni bir qoida. Modomiki bir ne'matni Alloh azza va jalla o'zi yaxshi ko'rgan bandasiga ham bergan bo'lsa, yomon ko'rgan bandasiga ham bergan bo'lsa, demak bu ne'mat Alloh taoloning muhabbatini belgisi emas. Allohning bir bandaga bo'lgan muhabbatini belgisi hidoyat, iymon, amal, ilm. Shu tushuncha bilan yashaylik. Al-Qohir ismi yaqqol ko'zga ko'rinadigan mana duo. Haqiqiy oqil inson Alloh taolodan doim hidoyatni so'raydi, tavfiqni so'raydi. Chunki mana shu ne'matlarning eng tamomi, mukammali hidoyat bo'lib sanaladi. Mana o'tgan darsimizda o'qigan duoyimiz Allohumma hdini fi man hadayt. Parvardigorim, meni o'zing hidoyat qilgan bandalar qatorida hidoyat qilgin. Va afini fi man afayt. Va menga sen ofiyat bergan bandalar qatorida ofiyat bergin. Mana hidoyat qilgin. Hidoyat eng birinchi ne'mat. Uni orqasidagi ne'mat ofiyat. Shuning uchun duoda birinchi hidoyat ber, orqasidan ofiyat ber deydi.
Mana shu duoni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ko'p aytardilar. Allohumma rzuqnal afva val afiyata val muafata daima fid dini va dunya val axira. Parvardigor bizlarni avf bilan, ofiyat bilan, din, dunyo va oxiratdagi doimiy muofat bilan rizqlantirgan. Chunki insonda ofiyat bo'lmasa, hayoti juda ham bir achchiq bo'lib ketadi. Shunday bir kasalni Alloh taolo berib qo'yadi bir bandaga, shu dard tufayli hayoti jahimga aylanib ketadi. Shunday bir dard, kasalliklar bor, seni bori moli dunyoning uning oldida hech narsaga arzimay qoladi. Shunday bir musibatlar bor, seni qo'lingdagi hamma ne'mat uning oldida yo'q bo'lib ketadi. Shuning uchun Alloh taolodan hidoyatni so'raganimizdan keyin ofiyatni so'raylik. Parvardigor, meni sen hidoyat qilgan bandalar qatorida hidoyat qilgin va menga sen ofiyat bergan bandalar qatorida ofiyat bergin. Hamda ishimizni o'zingni qo'lingga olgin. Ishimizni qo'lingga olgin. Va ufawwidu amri ilalloh, innalloha basirun bil ibad. Men deydi Musa alayhisalomning mana qissasida bor, Fir'avnning saroyida yashagan, Fir'avnning qavmidan bo'lgan, lekin Musa alayhisalomga iymon keltirgan mo'min kishi aytadi, men o'zimni ishimni Allohga topshirdim deydi. Ishingizni Allohga topshiring. Siz yaxshi deb o'ylayotgan narsa oqibati yomon bo'lishi mumkin. Uni bilmaysiz siz. Siz yomon deb o'ylayotgan ishning oqibati yaxshi bo'lishi mumkin. Buni siz bilmaysiz. Shuning uchun aytingki, Parvardigor, meni ishimni o'zingni qo'lingga olgin. Chunki men nima yaxshi yu nima yomon ekanligini oqibatda bilmayman. Bandasini Alloh subhanahu va taolo kuzatib turadi va mana shu narsa banda uchun ulkan ne'mat. Sizni Alloh kuzatib turgan bo'lsa, sizga juda ham bir katta xayriyat bu. Chunki Alloh sizni xatolaringizni tuzatib turadi. Mukofotini olasiz. Qo'shtirnoq ichida. Xato qildingiz, mukofot keldi. Qo'shtirnoq ichidagi mukofot. Ya'ni kibrga yo'l qo'ydingiz. Alloh sizni mukofotlaydi-da, bir mashaqqatga tushiradi. Kibr qilganligingiz uchun shu ish kelganligini bilasiz, qaytib kibr qilmaysiz. Isrofga yo'l qo'ydingiz. Alloh taolo sizni ana shu iqtisoddan yoki puldan qisib qo'ydi. Mukofotlab qo'ydi. Qo'lingizni kalta qilib qo'ydi. Endi tushunasiz, isrof qilgan ekanman deysiz. Ya'ni Alloh sizni ishingizni o'zini qo'liga oldi. Alloh sizni kuzatyapti. Xato qilayotganingizda tuzatib turibdi. Alloh sizni davolayapti. Shuni yaxshilab tushunib olishimiz kerak, birodarlar. Qaysi bir banda Robbim meni kuzatib turibdi degan e'tiqodda bo'lsa, bu odam tamomiy yaxshi holatda. Bunday odam agar xatolari bor bo'lsa ham tuzalish umid qilinadi. Chunki qilgan xatosiga 10 dan mukofot kelib tursa nima qiladi? To'xtaydi-da. Ammo yana bir odam bor, Alloh uni o'zini holiga tashab qo'ygan. Kibr qiladimi, isrof qiladimi, boshqalarga zulm qiladimi, harom yeydimi, hech qanaqa jazo kelmaydi. Bu musibat bu odam uchun. Faqat tushunmaydi-da buni. Buni istidroji deydi. Ko'tarib yerga chopish degani. Alloh uni qilayotgan gunohlar bilan o'ziga tashab qo'ygan. Ammo mo'min esa mo'minni Alloh yaxshi ko'radi. O'zini holiga tashab qo'ymaydi. Xatosi uchun albatta muolajani beradi. O'zingizni holingizga Alloh tashab qo'yganidan ko'ra, qilgan xatoyingizga 10 dan mukofoti berib tarbiyalab turgani yaxshi emasmi sizga? Shuning uchun xohlagan ishini qilib yurgan odam bor, halol haromda farqiga bo'lmaydi, gunoh ma'siyatdan hech qanaqa bir farq his qilmaydi. Ammo shunaqa bo'lsa ham o'zi xohlagandek yashayapti. Keng hamma yo'g'i, mo'l. Bu banda hushyor bo'lsin, bu istidroj deyiladi. Qoida. Inson iymonida, taqvosida yuksalgani sari eng mayda gunohlari uchun ham, eng kichik xatolar uchun ham hisob-kitob qilinadi. Endi iymoniy e'tiqodi zaiflashgani sari katta gunohlari uchun hisob qilinadi, mayda xatolari uchun emas. Kichkina qilgan xatoyingiz uchun ham mukofot kelyaptimi qo'shtirnoq ichida? Jazo kelyaptimi? Demak, iymoningizda yuksalibsiz. Ammo iymon e'tiqoddan ancha orqaga ketib qolgan, zaiflashib ketib qolgan odamni Alloh faqatgina katta qilgan gunohlari uchun, qilgan katta gunohlari uchun jazo beradi, maydasiga emas. Endi shundaylar birodarlar. Allohning nazdida hurmati, maqomi baland bo'lgan kishi
bir so'm haq o'tib ketsa, birovdi. Darrov bir yerdan teshib chiqadi. Yana shu odamlar bor, ming millionlarda shunday yevoradi nohaq, jazo kelmaydi. Demak, Alloh ularni o'zini holiga tashab qo'ygan. Parvardigor, meni sen hidoyat qilgan bandalar qatorida hidoyat qilgin. Meni sen ofiyat bergan bandalar qatorida ofiyatli qilgin. Demak, Alloh taolo bizni ishimizni o'zini qo'liga oladi. Va tavallana fiman tavallayt. Bandalarning ishini qo'lingga olsanmi, meni ham ishimni qo'lingga olgin. At-tavalli degani bu tarbiya qilish degani. Alloh deding. Parvardigor, o'zing meni ishimni qo'lingga olgin dedingiz. O'zingga suyandim dedingiz. Alloh sizni tashab qo'ymaydi. Ko'p qaytaradigan ibrat mana shu o'rinda Hunayn va Badr g'azotida bo'lgan ikkita ulkan dars. Har kuni muhtojmiz bu darslarga. Hunayn kunida musulmonlar o'zlarining qo'shinini adadini katta ekaniga suyanib qolishdi. Allohga suyanishlaridan ko'ra sanog'iga suyanishligi ko'proq bo'lib qoldi. Natija nima bo'ldi? Mag'lubiyat naq bo'ldi. Mag'lubiyat naq bo'ldi. Biz ham ba'zida ozgina pul to'planib qolsa qo'limizga, bo'ldi endi, mana shu qishdan yaxshi chiqaman. Ha ustalar. Bir sezonda yaxshi oldim, yaxshi bir 5-10 ming dollar qo'limda pulim bor. Endi qishni yaxshi o'tkazaman deb turib, suyanishingiz pulingizga bo'lib qoldi. Avval nima bilan chiqyapsiz o'sha 10 ming dollar yo'q paytida? Nima deyatdingiz? Rizq Allohda qoladi. Alloh bor degansiz, qishdan zo'r chiqqansiz. Ammo pulingizga suyanib qo'ysangiz, agar Alloh sizga mana shu xatoyingiz uchun dars berishni xolasa, bir kasalni berib qo'yadi, o'sha pulingizchalik qarzga yana kirib ketasiz. O'shundan ham qishdan chiqaverasiz. Hunayn kunida musulmonlar o'zlarining sanog'iga, qo'shinning adadiga suyanib qolishdi. Nima bo'ldi? Alloh bu sahobalarni yaxshi ko'rardi-da. O'shuning uchun qilgan kichkina xatosi bo'lsin, katta xatosi bo'lsin, o'rnida muolajani berdi. Endi Badr kunida-chi? Musulmonlarning sanog'i Quraysh mushriklarini qo'shinining sanog'idan 3 barobar oz. Lekin ular Allohga tavakkul qilishdi, Alloh taolo qo'lladi. Farishtalarni tushirdi. Men o'zim deng, Alloh o'zingizni holingizga tashab qo'yadi. Alloh deng, sizni ishingizni o'zini qo'liga oladi. Sizni ishingizni o'zini qo'liga oldimi? Yutdingiz. Ikki dunyoda yutdingiz. Men bu sohada birinchiman. Bu masalada mendan ko'ra bilimdoni yo'q deb bo'lmaydi. Chunki Allohga nisbatan beadablik bo'ladi, birodarlar. Pul bo'lsa changalda sho'rva deydi birodarlar. Uni nazarida hamma yo'q pul bilan hal bo'ladi. Hamma muammodan pul bilan chiqib ketaman deb o'ylaydi. Rostdan ham shunaqami? Rostdan ham hamma mushkula, hamma muammoni pul bilan hal qilish mumkinmi? Birodarlar, bu so'z sizga Allohni unuttirib qo'yadi. Pul bo'lsa changalda sho'rva degan e'tiqod so'z Allohni sizni yodingizdan chiqargizib qo'yadi. Pulingizga suyanib qolasiz. Alloh g'ayur bo'lgan zot, bandasini qizg'anadi. Agar uni o'zidan boshqaga suyanib qoladigan bo'lsak, ilmimizga, hunarimizga, pulimizga, tajribamizga, tanishimizga Alloh tomonidan bir muolaja keladi, kutib turing. Agar yaxshi ko'rsa muolaja beradi. Bo'lmasam yuraverasiz o'sha pulingizga ishonib, akangizga ishonib. Akangizni baylab qo'ygani yo'q kursiga. U pulingizni ham baylab qo'ygani yo'q. Allohga suyanaylik, birodarlar. Allohga suyanaylik. Va laqad nasarakumullohu bi badrin va antum azilla. Alloh taolo sahobalarga aytayapti. Axir Alloh Badr jangida kuchsiz bo'lsanglar ham sizlarni g'olib qildi-ku. Va yawma Hunayn iz a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum shay'a. Hunayn kunni eslanglar, o'shanda sizlarni ko'pliginglar mag'rur qilib qo'ygan edi. Ammo sizlarni sanog'inglarning kattaligi sizlarga hech qanday foyda bermadi. Kimga suyanaylik? Al-Qahhar bo'lgan Robbimizga. Kimga ishimizni topshiraylik? Al-Qahhar bo'lgan Robbimizga. Ha, pul kerak, tanish bilish kerak, ilm kerak, hunar kerak. Bular bor yo'g'i sabab. Maqsadingizga yetkazadigan sabab xolos. Lekin haqiqiy xohish Allohniki bo'ladi. Men dema banda, chunki sen hech kim emas eding. Hech narsa emas eding. Alloh doding, endi bir yaxshi narsa bo'lding. Falyanzuril insanu mimma xuliq. Inson
nimadan yaralganiga qaramaydimi? Inson nimadan yaralganiga qarasin. Umurtqa pog'onasidan, ko'krak qafasidan otilib chiqadigan shu suvdan yaralmaganmidi? Najosat emasmidi asli? Shuning uchun men demasin. Men demasin inson. Va tavallana fiman tavallayt. Va sen ishlarini o'z qo'lingga olgan bandalar qatorida biz ham ishimizni qo'lingga olgin. Alloh tarbiya qiladi. Alloh ishimizni qo'liga oladi. Farzandini tarbiya qilayotgan otani ko'rmaysizmi? Bolasidan bir xato o'tsa tuzatadi. Nojo'ya gapirsa bu gapni gapirma deydi. Nojo'ya harakat qilsa buni qilma deydi. Yaxshi ko'rganidanmi? Yaxshi ko'rganidan. Agar gapiga quloq sola olmasa, shu xatoni takrorlarsa jazolaydi. Jazolayotganda uni yomon ko'rganidan jazolayaptimi? Yo yaxshi ko'rganidanmi? Shuning uchun qilgan xatoyingizga bir muolaja kelgan bo'lsa, "Ey Xudo, men senga nima yozdim" demaylik. Bu Alloh bizni davolayapti. "Ey bandalarim" deyapti Alloh taolo. Berganim mukofot, bermaganim jazo emas. Berganim sinov, man qilganim shifo. Va barik lana fima a'toyt. Va sen ato qilgan narsani menga barakali qilgin. Ba'zida pul topasiz, ko'p pulga o'xshaydi, ammo barakasi yo'q. Qayoqqa ketayotganini bilmaysiz. Tinimsiz mashinangiz remontdan chiqmaydi, molingiz musodara bo'lgan, qayoqqa ketayotganini bilmaysiz, xullas bebaraka. Yana ba'zida bo'ladi, ozgina pul topasan, juda ko'p ishing bitadi. Alloh barakotli qilib qo'ygan. Shuning uchun Alloh ato qilgan narsani ko'paytib berishini so'rash kerak emas. Alloh bergan narsani ko'paytir deb so'rash kerak emas, ko'paymaydi u. Uni barakali qilib ber deb so'rash kerak. Chunki har bitta inson onasini qornida 121 kunga to'lgan kuni farishta kelib rizqi bilan ajalini yozadi. Bu o'zgarmaydigan narsa. Rizq tugadi, ajal keldi. Inson bunga aloqasi yo'q. Hech narsa qila olmaydi buni. Ko'paytirib ozaytira olmaydi. Orqaga sura olmaydi. Faqat unga baraka tilashi mumkin. Shuning uchun va barik lana fima a'toyt. Ato qilgan narsani bizga barakali qilgin. O'zi baraka degan so'z, birodarlar, Qur'oniy so'zda. Tabarakallazi biyadihil mulk. Barcha olamlar podshohligi o'z qo'lida bo'lgan Alloh barakotlidir. Kelinglar shu barakani yengil hal qilib qo'yamiz. Baraka nima edi? Bir narsani barakali bo'lishida domla, to'g'ri aytdingiz. O'sha baraka nima edi? Bir narsaning ustida ilohiy xayriyatni davomiy turishi. Yana mana piyola 50 yil ishlaydi. Demak shu barakali piyola ekan. Yoki tushib ketib 5 kunda sinadi. Demak bebaraka ekan. Bo'ldimi? Tushunarlimi? Mana shu 4 ta pakirishkani qo'yganimdan beri 4 yildan beri yuribman deydi. Keyingi pakirishkani qo'yadi, xuddi o'sha yo'lda yuradi, 1 yilda tugaydi. Baraka ko'p degani emas. Baraka ko'p degani emas. O'shuning uchun nechta pul topasan degan savol to'g'riroqmi yoki qanaqa pul topasan degan savol to'g'riroqmi? Ikkinchisi, qanaqa pulligi qiziq bo'lsin. Chunki qanchaligi muhim emas, qanaqaligi muhim. Demak, birodarlar, agar Alloh taolo sizga baraka bersa, vaqtingizda baraka bo'ladi. Odamlar uzoq vaqtda ham qila olmayotgan ishni qisqa vaqtda qilib qo'yasiz. Molingizga baraka beradi. Ayolingiz, oilangiz barakali bo'ladi. Ayolingiz bilan uzoq muddat yashaysiz, ko'p yaxshilarga ega bo'lasiz. O'rtada mehr, muhabbat, vafo, ishonch. Chunki buni aksi ham bo'lib qolishi mumkin-da. Xotin zoti er uchun azob uqubatning manbai bo'lib qolishi mumkin. Agar bunaqa ayolga duchor bo'lsangiz, hayotingiz o'zi naqqina jahannam bo'lib qoladi. Hayotda o'zi naqqina azob bo'lib qoladi. Baraka, birodarlar, faqatgina pulda bo'lmaydi. Itoatkor ayolda bo'ladi, solih farzandlarda bo'ladi, baraka sog'ligida bo'ladi. Uzoq yillar sog'ligingdan foydalanasan. Bularning bari Allohning ne'mati. Baraka pulda bo'ladi, to'g'ri. Ozgina topgan puling bilan ko'p narsaga ega bo'lasan. Baraka vaqtda bo'ladi. Qisqa muddatda ko'p narsaga ulgiysanki, odamlar, qanday ulgiyapsiz shuncha narsaga deydi. Chunki sizni 24 soatingiz unda ham bor, lekin u ulg'imayapti-da. Unda nima yo'q? Baraka yo'q. Imom Navoiy 45 yil umr ko'rgan. Lekin 45 yilda o'qib o'rganib qoldirib ketgan ilmini qarang-da, 100 yilga bo'lsangiz, 100 yil ham yetmaydi.
Imom Buxoriy 63 yil umr ko'rgan. 63 yilda to'plab qoldirib ketgan ilmini 163 yilga bo'lsangiz ham yetmaydi. Demak, bu kishilar barakotli umr ko'rgan. Shundan Allohdan nimani so'raylik shuning uchun? Va barik lana fima a'toyt. Parvardigor bizga bergan narsalaringni qanaqa qilib ber? Barakali qilib ber. Va innahu la yudillu man walayt va la ya'izzu man adayt. Albatta sen do'st tutgan banda xor bo'lmaydi, sen unga dushmanlik qilgan banda aziz bo'lmaydi. Bizi azizligimiz Allohning quli bo'lishligimiz bilan. Boshqalarni xor bo'lishligi Allohga dushman bo'lishligi bilan. Shuning uchun birodarlar, Al-Qohir ismi bizga mana shu ma'nolarni beradi. Alloh taolo hamma mahluqotini o'zini hukmiga bo'ysundirgan. Hech kim Allohning qabzasidan qochib qutula olmaydi. Alloh bizni ba'zida kasallik bilan mag'lub qilib qo'yadi, hukmiga bo'ysundirib qo'yadi. Ba'zida o'lim bilan yengib qo'yadi. Mana shu narsa bilan biz ustimizdan g'olib. Mana shu narsa bilan Alloh taolo qohir bo'lgan zot. Ba'zida bizni Alloh faqirligi bilan mag'lub qilib qo'yadi. Qo'limizni kalta qilib qo'yadi, rizqimizni tang qilib qo'yadi, shuni orqasida yuramiz. Hayotimiz cho'qqa aylanib qoladi. Ammo Alloh bir bandasiga izzat ikrom ko'rsatsa-chi, solih ayol bilan, keng hovli bilan, solih farzandlar bilan, kifoya qiladigan daromad bilan rizqlantirib qo'yadi. Bironta odamga muhtoj qilmaydi. Albatta bu Alloh taoloning ulkan inomi bo'ladi. Al-Qohir ismidan qanday foyda olamiz? Avvalambor Al-Qohir ismi siz bilan bizni Allohga itoatda bo'lishlikka va bo'ysunishlikka chorlaydi. Al-Qahhar, Al-Qohir bo'lgan zot Alloh subhanahu va taolo. Unga itoat qilishimiz kerak, bo'ysunishimiz kerak, chunki Allohning qabzasidamiz. Alloh xohlasa jasadimizdagi kichkina bir tomirni shuni yorib qo'yadi, tugadingiz. Miyada bitta qon tomir yorilib ketsin, bo'ldi, sholsiz yotibsiz. Unaqa tomirdan son sanoqsiz jasadimizda birodarlar. Allohga bo'ysunaylik, itoat qilaylik. Al-Qahhar ismi, Al-Qohir ismi siz bilan bizda mana shunday narsa bor bo'lishini taqozo qiladi. Qo'lingizda nima bor bo'lsa Allohning qo'lida u. Siz nimani xohlaysiz? Agar Alloh xohlamasa bo'lmaydi bu narsa. Qo'lida mansabi, kuch-quvvati bor odam senga bir yomonlik qilaman deb qasd qilsa qo'rqasan. Chunki boyaga qasdini amalga oshirishi mumkin-da. Quvvati bor, puli bor, tanish bilishlari bor. Shunday qila oladi. Lekin qila olmay qolishi ham mumkin. Fikr o'zgarib qolishi mumkin, o'lib qolishi mumkin, mahrum bo'lib qolishi mumkin boyagi imkoniyatlaridan. Ammo Alloh taolo senga yomonlik qilishni xohlasa-chi? Qarang, o'zingga o'xshagan bitta odam, ozgina imkoniyati bor odam seni qo'rqitsa, sen qo'rqib ketyapsan. U yo qila oladi, yo qila olmaydi bu ishini. Ammo hamma ish o'zini qo'lda bo'lgan Allohdan qo'rqishligimiz to'g'riroq bo'lmaydimi? Birov tahdid qilsa, qo'rqitsa, Al-Qohir bo'lgan Robbingizni tanisangiz, birodar, qo'lingizdan kelgan ishni qiling. Osmon qo'lingizda bo'lsa, tashlab oling. Meni peshonamga Alloh yozgandan boshqasi kelmaydi deysiz, quvvat egasi bo'lasiz. Al-Qohir ismi bizni Allohga itoat qilishga, bo'ysunishga va u bilan quvvatli bo'lishga chaqiradi. Astagfirullah. Qul huval qodiru ala an yab'atha alaykum azaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum shi'an va yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd. Ayting, u sizlarga ostingizdan, ustingizdan yo oyoqlaringiz ostidan azob yuborishga qodir, yoki sizlarni guruh qilib aralashtirib yuborib, jangu jadallarda biringizni zararingizni ikkinchingizga totirib qo'yishga qodir bo'lgan zot. Urushtirib qo'yadi, biringlarni quvvatinglardan ikkinchilar musibat ko'raverasizlar. Yoki osmondan yoki yerdan balod yuborib qo'yadigan zot. Shuning uchun mingta odam sizni qo'rqitgani qadayu, Al-Vahidud Dayyan bo'lgan, Al-Qohir bo'lgan Alloh taoloning siz ustingizda qahr qilishi qada. Astagfirullah. Wasbir ala ma asabak inna zalika min azmil umur. Hamda o'zingga yetgan balolarga sabr qil, albatta mana shu ishlarning maqsadga muvofiqidir. Ba'zida inson sabrga muhtoj bo'ladi. Chunki Alloh taoloning qazoyi qadari ustiga kelgan paytda unga bir musibat yozilgan bo'lsa, shu musibat keladi, sabr qilish kerak. Boshqa oyatda Alloh aytadi, astagfirullah, "Walaman sabara va g'afara inna zalika min azmil umur."
albatta kim o'ziga yetgan ozor aziyatni, odamlar tomonidan yetgan aziyatni kechib yuborsa, shak shubhasiz bu ishlarning maqsadga muvofiqidir. Mana shu yerda bir nozik nuqta bor. Sizga aziyat yetkazgan, sizga bir musibat yetkazgan odamni avf qilishlik masalasi. Qarang, musibat keldi. Demak, Alloh taqdir qildi, keldi. Valaman sabara. Ana shu musibatga kim sabr qilsa va g'ofaro va kechirsa, kimni? Unga shu musibat kelishiga sabab bo'lgan odamni. Nima u? Inna zalika la min azmin umur. Albatta mana shunday qilishlik ishlarning muvofirog'idir. Ya'ni sinov keldi, inson sababli, insonning qo'li tufayli. Ikki holatda ham seni Alloh nima qilyapti? Sinayapti, tarbiyalayapti. Musibat kelganda sabr qil va avf qil. Shu yerda hammani ham kechiraverish kerakmi? Senga musibat yetkazgan hammani ham avf qilaverish kerakmi degan haqli savol tug'iladi. Agar sizga aziyat yetkazgan odamni avf qilsangiz, u tuzalishligi ehtimoli bo'lsa, avf qilganingiz albatta afzal. Agar siz uni avf qilsangiz, yana shu xatosida, tug'yonida davom etib, odamlarga aziyatda davom etadigan bo'lsa, kechirishlik to'g'ri bo'lmaydi. Yosh bola yugurib mashina tagiga kirib ketdi. Shofir mahkamaga tortiladi. Hali bola o'lib qoldi. Otasi da'vo qiladi. Lekin yaxshilab tekshirib qaralsa, boyaga haydovchi qoidaga muvofiq yuruvdi, tez kelmayotdi, hech qaysi qoidani buzmadi. Bola yugurib bordi. Xo'p, nima qilish kerak unda? Qomatish kerakmi? Hozir aytayotganimizdek, modomiki u beqasd qildi, uni aybisiz bo'ldi, uni avf qilishlik to'g'ri bo'ladi. Chunki Allohni tanigan banda Allohdan keldi. Demak, bolamizning taqdiri shu kungacha ekan deydi-da, avf qiladi. Mana shunday holatda avf qilish kerak. Ammo mana shu zulm, zo'ravonlikni qilayotgan odam, siz uni avf qilsangiz, yana shu ishda davom etadigan bo'lsa, yana boshqa bir haloyiqqa zulm yetkazadigan bo'lsa, uni jazosini berishlik kerak, u jazosini olishligi kerak. Shuni farqini bilib olaylik. Kechirish ekan deblar unaqa bo'lmaydi. Aqida olimlari Alloh taoloni zarar beruvchi deyish mumkin emas deb aytishadi. Vaholanki Dor ismi, zarar beruvchi ismi Alloh taoloning go'zal ismlaridan. Unda qanaqa aytishimiz kerak bu ismni? Allohu dorun nofiun deyish kerak. Alloh zarar beruvchi, foyda beruvchi. Alloh taolo foyda berish uchun zarar beradi avval. Zarar berdimi? Sabr qilasiz, rozi bo'lasiz, foydani beradi. Yana Alloh taoloni xor qiluvchi deyishlik to'g'ri bo'lmaydi. Muzil, Allohu muzillun deb bo'lmaydi. Vaholanki xor qiluvchi muzil ismi Allohning ismidan. Unda qanaqa qilib to'g'ri aytamiz bu ismni? Allohu al-muizzul muzil deymiz. Alloh aziz qiluvchi, xor qiluvchi. Ikkala sifatni birga aytishlik kerak bo'ladi. Yana Alloh taolo xofid. Alloh odamlarni qadrini pasaytiruvchi deyishlik noto'g'ri bo'ladi. Vaholanki xofid ismi Allohning ismlaridan. Bu ismni qanaqa qilib to'g'ri aytamiz unda desa, Alloh xofidun rofi deyiladi. Alloh bandalarning qadrini tushiruvchi va ko'taruvchi. Qarang, Alloh taolo zarar beryapti, foyda berish uchun. Alloh taolo tushiryapti, ko'tarish uchun. Agar banda sabr qilsa, ibrat olsa. Alloh uni xor qilganidan, Alloh taolo uni jazolaganidan. Mana shunday bo'lishligi Alloh taoloning ulkan ne'matlaridan. Va asbagha alaykum ni'amahu zohiratan va botina. Va sizlarga barcha zohiriy va botiniy ne'matlarni Alloh taolo komil qilib berdi. Darsimizning nihoyasida voqea qissa bir kishi bor edi. Alloh taolo qo'liga keng mol davlatni berdi. O'zi yaxshi taqvoli odam edi. Dunyosi ko'payib, tijorati kengayib ketib, Allohni unutib qo'ydi. O'zi holidinaqa kun kechiradigan bo'lib qoldi. Bo'ladi-yu hayotda. Allohni unutib, g'aflatga kirib ketdi. Alloh taolo bu bandasiga muolajani berdi. Qiziga bir kichkina qiziga bir dardni berdi. U yoqqa yugurdi, bu yoqqa yugurdi, pulini sarfladi. Ko'rsatmagan tabibi qolmadi, boshqa yurtga ham olib bordi. Lekin mol mulki tugasa ham shifodan umid yo'q.
Mana pul bo'lsa changalda sho'rva deydigan e'tiqodda noto'g'riligi. Hamma pulni sarflab yubordi, otada mehri borda qiziga, lekin shifo bo'lmadi. Shunda bosh qotib, ayoli bilan o'tirib, Alloh esiga keldi. Allohga tavba qilsangchi, Allohga qaysangchi, namoz o'qisangchi, qiyomul layl qilsangchi, o'ziga yolborsangchi, dinimizga qaytaylik degan hayol keldi. Shunday qildi. Alloh shifo berdi. Puli shifo bermadi. Tanish bilishlari foyda bermadi. Kim foyda berdi? Alloh foyda berdi. Shuning uchun birodarlar, bu insonni qiziga kelgan dard shu ota-onani Allohning manhajiga qaytardi. Demak, mana shu dard ular uchun mukofot bo'ldi. Mana shu dard ular uchun nima bo'ldi? Allohning muolajasi bo'ldi. Kimdir Alloh taolo yengillik bilan to'g'ri yo'lga qaytarib qo'yadi. Yana kimdir haqqa qaytishligi uchun bir musibat kerak bo'ladi. Ikkala holatdan bandaga yaxshi agar Allohga qaytsa. Shuning uchun aytiladi, birodarlar. Kimga bir musibat kelgan bo'lsa-yu, shu musibat unga mauiza, dars bo'lmagan bo'lsa, bas bu odamning o'zini nafsidagi musibati unga kelgan musibatdan ko'ra kattaroq musibat ekan. Kelgan musibat sizga Allohni tanitmadimi? Demak, siz o'zi musibatda ekansiz. Bu kelgan musibat hech narsa emas ekan buni oldida. Banda kim bo'lishidan qat'iy nazar, mansabi, puli, kuch-quvvati qanchalik bo'lishidan qat'iy nazar, hamma Allohning qabzasida. Har qancha bir quvvating katta bo'lmasin, boshingdagi bitta tomirni olib ketish bilan hamma yo'q tomon bo'ladi. Hurmating ham qoladi, boyliging ham qoladi.